jinnimiz uyimgacha kirib keladigan xozoyin kelib qolsalar dabdalangiz chiqaradilar. Men senga baribir erishmagunimcha qo'ymayman. Mana o'yin sizga bermaydilar. Menga o'yin kerakmi? Sen keraksan, jonim. Men o'zkashga temayman. Xo'sh, to'y bola. O'zing nima ish qilasiz? Men nospurushman. Nima? Nospurush? Boshqa hunaringiz yo'qmi? Hunar yo'q, lekin bir ikkita mayda bizneschilarim bor. Toshkentning Qo'q markazidan 5-6 ta mehmonxona ochib qo'yganman. Ja, unaqa katta mehmonxona emas. Maydagina 5 yulduzli. Qarshi shahridan Avtomillion nomli avtosalon ochib qo'yganman. Gentra deysizmi, Cobalt deysizmi, har xil mashinalarni olib kirganmiz. Boshlang'ich 10% dan chiqaryapmiz. Asosiy daromadimiz shu nosdan. Tushunmadim. Shuncha biznesingiz bor ekan, nos sotib nima qilasiz? U gapni gapira ko'rmang. Bu nosim erkaklar qancha xotirjamlik beradi. Ayoli qiyam payti bitta chaksa, unga berayotgan xotirjamlikni siz his ham qila olmaysiz. Yo'q. Albatta. Aytgancha, boyagi joy qayerda edi? Ha, chapdan oxirgi eshik. Сейчас, подождите, Dilya mamajon. Rostdan ham shunaqa xotirjam qilarmikan? Sen sev. Ya, voy. Gaplashib bo'ptimi bu nosfurush? Hay shu chakim nima kerak edi Dilya mamajona? O'yinni nima qildingiz? Men qilmadim, o'zlari nos ko'tara olmadilar.